Ko'kterak mahallasidan mana shunaqa katta ko'chalarimizda bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu ko'chamizda mana bu uyimiz sotuvda qo'yiladi. Uyimiz raqamini bilmadim, shuning uchun ayta olmayapman. To'g'risi uy egalarini so'rash yodimdan chiqibdi. Xo'p, kirganimizda mana bunaqa ko'rib tursiz, kattagina sharoitda uyimiz bor ekan. 3 xonadan iborat va bundan tashqari bitta zalimiz bor. Xo'p, bu joyimiz quruq yer misolida sotilyapti, ya'ni quruq yer hisobida sotilyapti. $48,000 so'rashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, telefon qilsalaringiz bo'ladi. Endi esa uyimizni obzorini ko'rsak bo'ladi. Narxini boshida aytib ketdimki, ko'radigan odam bemalol ko'raversin degan holatda va Angren shahar Ko'kterakdan uy olmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham videoni oxirigacha ko'rsalar bo'ladi bemalol. Mana kirib kelganimizda ko'rib turganimizdek eski uylarda mana bunaqa sharoit bo'lardi. Oyoq kiyimlarni mana shu pana joyga yechib qo'yib uyning ichiga kirish uchun. Va ko'rib turibsiz, hovli qismimizga bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi keling uyda ichidan boshlayman. Bitta mana bunaqa sharoitda aytganimdek kirib keladigan bo'lsangiz, katta qilib turib mana bunaqa ayvonchalarimiz, tapchanlarimiz bilan birga kutib oladi. Ko'kterak mahallasida svet, suv, gazlarimizda muammolarimiz yo'q. Hovlimizda quduqlar ham bor ekan, hozir ko'rsatib o'taman. Uyimiz ancha eskiroq sharoitda, iloji bo'lsa oladigan odam bemalol o'zlari kelib turib nima deydi, yangitdan ta'mir qilib olsa yoki bo'lmasa nol holatida bitta buzib turib yashasa bo'ladi. Menimcha uy egalari oxirgi marta 2023-yil yashagan bu joyimizda, endi esa sotmoqchi bo'lishyapti. Xo'p, kirganimizda mana bunaqa bitta mehmonxonamiz ko'rib tursiz. Ta'mirlarni, burchaklarimiz ozroq mog'orlagan ekan. Xo'p, bundan o'tadigan bo'lsak, endi bu joyimizda yotoqxona ham joylashgan. Mana yotoqxonamiz aboylar qilib qo'yilgan ekan. Bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Aboylarimiz yaxshi holatda, oynalarimiz hammasi akfadan ekan va bitta oynamizdan tashqari, mana bu oynamizdan tashqari qolgan hammasi akfadan qilingan ekan va endi hovli tomonimizga ham bitta katta qilib turib zal qurib qo'yishgan ekan uy egalari. Chap tomonimizga bitta e'tibor berasiz, menimcha bu yoqda oshxona bo'lgan. Hozir buzilib ketgan sharoitda gazobloklar turibdi va mana bu joyimizda gazoblokdan qurilgan mana bunaqa katta bitta zal qilib qo'yishgan ekan. Akfa oynalarimiz, akfa eshiklarimiz qilingan. Qani bitta bu joyimizni ham ko'rsatib o'taman. Mana kirganimizda bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Gazoblokdan qilingan ancha katta, bilmadim, mehmonxona deymizmi, o'sha zal sifatida ko'rsangiz bo'ladigan sharoitda oynalarimiz o'sha aytgandek akfadan. Xo'p, bu uyimizda bemalol buzib turib yashasangiz bo'ladi. Menimcha hozirgi holati, masalan, o'zim yashamagan bo'lardim, shuning uchun ochiqini aytayapman. Videoda biz uylarni maqtab yoki boshqa narsa qilmaymiz. Insonlar kelib yashamoqchi bo'lsa, borini aytganimiz yaxshiroq. Va bu tomonimizdagi mana bu ko'rinib turibdiki, yaqinda bitkazilgan. Buni ozroq mehr beradigan bo'lsangiz bo'ladi. Zal qismimizga bu yoqda buzib aytganimda yer narxida sotilayotgani uchun bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Hovlimizda mana quduqlarimiz bor, kranlarimiz ham bor. Bemalol suvlarimiz, napurlari ham zo'r holatda. Bog'imizga e'tibor berib qo'yasiz. O'riklarimiz, bu joyimizda olmalarimiz hammasidan bor va oxirgacha bog'imizni oxirgacha bitta yurib ko'rsatib o'taman sizlar uchun. Bu yog'imizda hojatxonamiz bor ekan va bundan tashqari mana bu joyimizda tovuqxona ham, tovuq boqaman degan insonlar uchun mana shunaqa sharoitda mana tovuqxona. Bu yog'imiz shlokoblok bilan yopilgan. Mana bu joyimizda hojatxonalarimiz bor. Bog'imizni ko'rib turibsiz. Yaxshi holatda, uy egalari o'zlari bu joyda yashamagan uchun ancha xarob holatda bo'lib turibdi. Xo'p, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilib turib bemalol gaplashsalaringiz bo'ladi. 48,000 narx so'rashyapti. Sunnatiga ozroq o'tib beradigan joylari bor. Bemalol telefon qilib gaplashib baraka qilsangiz bo'ladi. Angren shahar Ko'kterak mahallasidan mana shunaqa uy qidirib, joy qidirib, yer qidirib yurgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'zim uy solaman deb ularga bu videoni jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bunaqa videolar oldinda hali ko'p bo'ladi.